Assalomu alaykum, hurmatli yosh onalar. Men pediatr neonatolog Ahmedova Muxbirat Abdullayevna. Bugun sizlarga yangi tug'ilgan chaqaloqlarni to'g'ri ko'krakka qo'yish va samarali emizish belgilarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Hurmatli onalar, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni to'g'ri emizish qoidalari bor. Bu quyidagilardan iborat. Avvalambor ona xotirjam holatda bo'lishligi, o'ziga qulay vaziyatda o'tirgan yoki yotgan holatda tanlashligi va chaqaloqdagi talab va taklifni inobatga olishligi kerak bo'ladi. To'g'ri emizish qoidalari nimalardan iborat? To'g'ri emizish qoidalarini bilishlik uchun avvalambor chaqaloq butun tanasi bo'yicha, ya'ni boshi, yelkasi va tanasi bir tekislikda bo'lishligi kerak. Buni noto'g'risi qanday bo'ladi? Chaqaloq ona tomonidan faqat boshigina ushlab olishligi yoki tanasigina ushlab olishligi bu noto'g'ri qoidaga kiradi. Ikkinchi qoidasi, chaqaloqni yuzi ko'krakka qaragan, lekin tanasi yuqoriga qaragan. Yani bu noto'g'ri emizish bo'ladi. Chaqaloqni yuzi ko'krakka qaragan bo'lishligi va tanasi onani qorniga jips yopishgan, ya'ni yuzi hamda tanasi bilan birgalikda ona qorni tomoniga yopishgan holatda bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu to'g'ri emizish qoidasi hisoblanadi. Samarali emish belgilari bor. Bu samarali emish belgilari quyidagilardan iborat. Chaqaloq og'zi katta ochilgan holatda, pastki labi pastga, tepagi labi tepaga qayrilgan bo'lishi kerak. Buni noto'g'ri holati, chaqaloq emizilayotgan paytda faqat og'zini uchinigina kichik ochgan holatda, lablari, tepagi labi ham, pastki labi ham og'iz ichiga buklangan holatda, qayrilgan holatda bo'lishi bu noto'g'ri emayotgan belgisi hisoblanadi. Keyingi belgi, to'g'ri samarali emishning keyingi belgisi, chaqaloq ko'krak uchinigina og'ziga olmasdan, balki ko'krak atrofidagi areola qismi deb aytamiz, ya'ni jigarrang qismini, ko'proq qismini og'ziga olgan holatda emishi kerak bo'ladi. Bu to'g'ri samarali emish belgilari hisoblanadi. Hamda chaqaloq emganda yuzlari biroz shishgan, to'lishgan bo'ladi. Noto'g'ri emayotgan paytda yuzlari ichiga kirgan holatda bo'ladi. Va chaqaloq sut yutingan belgilari to'g'ri emizishda eshitiladi. Noto'g'ri emizilayotgan paytda chaqaloqni sut yutgan tovushlari eshitilmasligi mumkin bo'ladi. Chaqaloqni to'g'ri ko'krakka qo'yish va to'g'ri emizish bilan biz ko'pgina onalarda va chaqaloqlarda bo'ladigan asoratlarni kamaytirgan bo'lamiz. Ya'ni chaqaloq to'g'ri emganda ona ko'kragida ortiqcha sut qolib ketmasligi va ko'krak sut to'planib qolish natijasida turli xil mastitlarni oldini olishga erishamiz va chaqaloqni qorini yaxshi to'yishligi uchun chaqaloq to'g'ri qoidada emizilganda chaqaloq yaxshi vazn olib katta bo'lishligi kerak. Hurmatli yosh onalar, bizni tayyorlagan videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha